birinci leksiyani Qurbatgan bizim maktabga 2001-yili kirib, 2005-yili bitigan hozir Germaniya Ulum universitetida doktorlik o'qiyapti. Qolganini endi o'zi tushuntirsa, endi leksiyasini boshlaydi. Mikrofon hiç atmak mı? Çok. Bize hoşçakalın. Sen benim vakti kılavuz kaldım konuşacağım. Ma kompüter üniversiteye mal kullanmak için de şunu ben bu mal İngiliz. Her ihtimal karşı bir nesne koyar şunu kılıyoruz. Şu an çadak. Evet. Bu adoketmen de köpüçonar sen bağlı ketmen nanoteknolojisiga ait narsalar ekan. Bu joyda tayyorlikmi bo'ladi demak yaxshi degilim bo'lmaydi. Eng muhim yeri bu joyda uydan kelganda uydan uyni ko'lmaylar, uyning tamoqlari ko'lmaylar. Da kelgan. Shuna yaxshi bo'lgan. Marketman ta'til yo'ldan keldimda, shunday Germaniyada atgan tushdim. Bu 6 saat vaqtda xeyli odamni chep qo'yib keldi. Masalan, asli bugun kunduzim yani biz uxlaydi vaqtimiz. Kechasi biz hozir ishlayapti vaqtimiz. Shunaqa bu vaqt azroq chaldi odam. Bir necha kun ketdi, ammo o'zi shu. Shunaqa bizdan kelsa, qalayotgan gaplarni qilib qo'ysam to'g'ri. Lekin shu andi bugun qisqa bir narsa tayyorladim. Tayyorlik nachar bo'lib ketdi. Ben hozir fitrgan bolalar bilishi mumkin. Bu fitrgan vaqtda yomon aldirishibsiz. Maqol yozasiz, ish izlaysiz, bu bilsinlar bu. Endi men naq ashta bosqichda hozir fitirish oldiman, Alloh qalsa, maqolamni yozayapman. Maqolamni en yerini tuydi. Tuyuqsiz shu uyda bir xo'shalik ish chiqilib, shuni da endi kap qaldimda, tuyuqsizlar. Shunda jiddiychilik bo'ldi. Şuna endi çık uzun kitletme anlamıysa o. Anda adil sözlerimiz hurufların randekler. Şu an hurufların yaparım. Hani kendini ülkeler neydi? Mesela kucağını kullanıyorum. Aslında başka laptop olsa ya boldu da mesela okuyuyor beni. İşlemeyi de yine. PDF'ni kıldık çünkü o kompütere işlemeye olmadı. Ha, okey. Temin aldım. Adı dedim ben nanoteknolojisini söylüyorum. Nanoteknolojisi diye hani Venus'ta, Pendik'te kaçki Venus'ta. Hani sizler hemimize o kesbana alınmayan için bazılar biyolojiya yapıyorlar, bazılar kimya yapıyorlar, bazılar telaş yapıyorlar. O vallahi kim da oysa o vallahi aman değil ki üzerine faydası çıkıp olmadı ya ama. Yani marketten ben bunu özgürtüp şu leksiyonu kanal birleştirerek bunun doğrusu da bir tecrübeler var. Bunun azından ortaklaşmaslarına yakınlık olursa, yakınlık olursa. İkincisi siliştirme muhakkak gayretleri bu belki sizler kızıklıdandır. Bunu ikiyinde. Yani üçüncüsü vaktimiz yaverse azrak kovatımız fizik hakkı diyene. Çünkü bu bunda fırsatları ama asan gelmeydi. Bunu azrak koyut isteyen de o. Altındaki fırsatlar o. Hem ahırsı da makalesi şartlı ki biraz tecrübeler. Ben olayına bir yerde birinci temini değiştirmekse neyse ki çeteler çıkanlar, neyse biraz şirketler işlemler, neyse o veteriner kayıtlar. Hem addisi
Şu ders ötüşme, otur mektepte. Ders ötüşme, nedeyiz bu bir, şunda PPT bilen leksiya bergen okşaş işte. Yani bunun dikkat kıla işler var. Bunun misalına anlı, misalına hemisi düzem sözü bunun vakit yetmedi kısmı. Misalına göstereyim. Yani bu, ben aldık kedim sözüge, bu soruga bolsanız, gapga yomon bo'lmasangiz bo'lmaydi. Malni qanday setish kerak, ya? Xaridorni qanday qoyil qilish kerak? Buni da işte og'zi ishda ham xaridorning psixikasini tushunadigan narsa odam bo'lsa, o'tmas mollarni sotaveradi deydi qolgan. Endi u gap yaxshi bo'lmasa, u iqtidor yaxshi bo'lmasa, o'tadigan molni sotamaydi. Endi bu doklad berishlayli, leksiya so'zlashlayli, bu hesab biz nima qilamiz? O'zimizning molni sotamiz-da. Yani bu yerda sizlar, meni o'sha angluvchilarim hozir, meni endi xaridor. Men sizlarga qanday qilganda shu narsani qabul qila olayman, ya'ni meni o'zimning ideyamni sizlarga singdira olayman. Bunda bu endi hesabda yeniliklar talab qilinadi işte. Yeniliklar deb qo'yilib qo'yiladi. Tushunsizlar. Bunda endi hozir taraqqi ketdi, jon shunday qilib ketdi, siz shirkat qilasiz, doklad berasiz. Doklad berishni talab qildi, presentation ishlaysiz. Chunki uni ba'zi narsani PPT bilan tushundiganda tushuntirish ko'p oson bo'ladi. Soliq ma'lumotlar bilan, statistikalar bilan, paylash materiallar bilan, ba'zi animationlar qo'yamiz, kartonlar bilan tushuntirish. Muşta işleri yol kılımına inif bilime, çetlerde bu texnik yok. Mesela bizim institutta her mevsimde çok bir doklad verişimiz gerek. Hiç kutlamayız onu. Bu doklad veriş bizne şunda sınaydı ki o bir 2 saat azat okup yapız. Demiş mi? Çıkıp profesör oturduğun dakikada sual bileni sorup suyumuzun çıkıyor. Bunlardaki başka kadar o profesyonel mühendisler ya da tüm instituttaki başka doktor okuyucular var, doktor aşçılar var. Ulan ne o para bizim kişiye yerimize çapaktık yap oturdular. Demeyi de ki zanlıklar oturdular, meyir anda eğer manda bu Nims kat, bilgen bir Nims bağlayada eski bir koyar diye. Bunu kapmayla. Bu ben alışık olmuyor. Şu bu zamanlar çıkan bırak şu bu kadar. Kelebekler hiç olmaz. Kandak konuş, kelime ama yok. Şu, endi hatta zaman kımız olmuşsanız yaxşıtmay bo'lmaydi. Endi yaxshi yeri ularni so'rasangiz tushganligi. Nega yaxshi bo'lmay turibdi desangiz, ular takarrur qilmaydi-chi. Deyapti, udur, nega qanday nima qilmaydi, qanday qiladi. Endi men yerda o'sha doktorlik 2008 boshlagan. Shundan bilan bu shundan keyin hozirgacha 3 yil bo'laydi. 3 yilni ish qildim. Chiq azab oqibatlarni boshladi. Ana bilan asosda yaxshilik ketsin. Yani şuların faydası bilen, aşı profesörlerinki qattiq sualları, başkalarınki teklifleri bilen yaxşı bo'lib ketdi. Yaxşı bo'lgani qayeri, yani üzerine maqtash qilib turmaydi. Tuttu bir aşı Germaniyada bir yillik ilmiy doklad berish yig'inimiz bor. Shunun birinchi kuni biz doktorlarimiz yig'ini asosan 80 dek odam bor. 12 kilo doklad berdik, 10 men bordim. Bir men Uyg'ur, qaraymiz nemis. Yani onun içinde doktorlar şuna yaxşı oldu, hemisi İngiliz tilida, çünkü o ilmiy yig'in deganda asosan ingliz tilida konuşuyor ya. Germaniya bo'lsin, onu o'ylashgan ilmiy yig'in, ingliz tilida. Shundan keyin oxirida bular bahol deydi. Bahol vaqtda men birinchi qilib qo'yibdi. Shunki endi ularning nima qilib birinchi qilganini bilmadim-da, chunki mazmun ne desam, meniki unchalik emas. Yani keyin deydi bola, sen maqsading meni qo'lda. Demek bunu ko'rsatishga maqsad, biz men bu yerda 6 yildan beri bir Uyg'ur yashayapman. Men bir natijaga erishsam kichkina. Yana bir Uyg'ur bo'lib, men bir Uyg'ur. Bundan natijaga erishdi deydigan odam yo'q-da. Bizdan deymanda. Buni deyishmagandirsa, BBC'ninki bir Planet yer sharida bir hujjatli film bor. O'sha yer sharini hayvonotdan ko'rsatgan. Aslida qismda
Hindistondagi katta bir o'simlikni tanishtirdi. U o'simlik shunday egizki, uning ismi pil cho'p ekanda, pil cho'p deyishga maqsad pilni ichida qoladi ekanda, shuncha egiz o'sirgan, ha. Pil ichida, mana ko'maysiz, osmonda ko'msangiz, pildan yomon ko'maysiz. Yomon egiz o'siradi. Hani bu yerda nurg'un hayvonotlar uni ichida. Ko'maysizlar. Ko'maysiz uni ichida. Men uchiga qarasa, shuncha bir qush borga qattiq qarab qush. Bu ash palaq leglab chiqib, ash pil o'ti degan cho'pni ustiga chiqishi bilan energiyasi aralaydi ekanda, besh aralay chiqib bu yoqqa mana qarab chiqib ketganda yana. Gap neydi-da? Palaq chiqib, chiqib. Endi shu yerda aşırı David Attenborough'da background Anglia'nın versiyonu bu dengiyor şu an. Bazıda hayatta başkalar oyunun köşesini oyuncularla asan işlemez. Şakalı ama bunu kösama hakikaten bekliyorlar. Şu bazıda aşağı üzerine maksam üzerine aşk kuş bokşar, adam herhalde. Bu da falatlar, canlar çıkar. Kendisi yerde sayıkla belki ilham olup kalardı. Çünkü ben bir yerde okuyan dedim yani. O okul mektepleri yaxşı okup gider bir yerde keyifle sınıftan en maksit tızlıqlarsanız şunçilik bir o meyli onu psikoloji cihetindeydi, başka cihetindeydi. Bu hakikaten bir kullukla çıkarsın yani. Biz aşağı bulduk, fizik okuduk. Ben 100 yıl geldim. 100 yıl geldim. Kendi tül asasımızı arayacağız. O'xshash bo'lmagan marxizmni o'qigan. Chunki men Uyg'urcha o'qigan, ya'ni bizda Xanzumlikda o'sha o'qish tuzumi yo'q. Faqat o'sha kitobni o'qidik, ha. Shu bu yerga birinchi mavsum natijasi hammasi aqlni samarali tushuncha. Hatta bu ahvol 3-yillik chiqishi davomlashdi. Bu haqiqatan bir azob keldi. Onun ustiga biz bu millatimizning holi qanday bo'lgan degan keyin qo'yamiz shu o'zimizga. Çünkü gurur degan bir narsa var. Falan alınca bir xil ba'zi mansibligini eshitib qolsangiz yoki o'zingiz ular unday demismi da siz aslida o'ylayapsiz. Işte bu qoldi. Endi bu bir isbot yani. Unda bo'liyor ekanda jon. Ya'ni agar siz o'z shu g'oyalaringizdan voz kechmaydigan bo'lsangiz, ammo ularning oldida o'tadigan bo'ladi ekan. Yani bunu en akıllı yeni bir gösterişim endi. Ben şu qanday yaxshi leksiya bergan oldu, ne haqida so'zlamoqchi. Endi herhalde azroq bir asosim bor demoqchi bo'lsa, bu tarafda, ha. Şu bu endi bunu qanday qilsam mani full screen chiqib qo'yapsiz. Biroq sonra bilasizmi mani? Bütün ekranda kaydı. Res var mı? To'liq ekranda chiqariladi olan Eski. Full screen'de ama to'liq ekranda. Yani beğendik ya bu, Allah haberiniz kalmış. Bu da bana yaxshi bir texnikni o'qitmaydi. Bu yerda mushu aviyam mukofotga erishgan mushu. Men mushu mukofotga erishgan nimani qilib misol keltirmoqchi. Endi men bir narsa his qildimki, mushu Jumbo kelgan o'quvchilar chet elga chiqsa, mushu presentation qilsa tunji qitim hamma batni bo'yib oladi. Yoki bo'lsa alaybatlanishib bo'ldi. Ranglar alayda bir ranglar bo'ldi. Yeshil, chiqib bilmaydigan bir ranglar bo'ldi. Endi unda qilsa o'rin yo'qchi. Bu diqqatni chachidi. Birinchi vaqt ishlab qo'ysangiz bo'ladi. Lekin qora batlarga bak ishlab ketishning o'rni yo'q. Onun yana birisiga ba'zan g'alit ranglar dedim-ku. Ba'zi ranglar kompyuter ekranimizda shunday ochiq chiqadi. Lekin beamer deymizmi, projektor bu. Projektornikida bunday chiqmaydi. Shu ba'zi rangni noit avaylab bir sinab qoldirsangiz,
ba'zi yomon tez kuni qolsa. Qanda shunday birinchi chiqdi, o'tag'alla o'qiyamaydi hatto. Rang shunday yiqib ketib qolganda, rang nasib kelmagan. Bu noyib muhim narsa. Bu birinchi nuqta. Ana ikkinchi nuqta, qolgan betlarni mushtarakka oddiy qilsangiz, bak ushoq ishlaysiz, oq qora mushtalan, lekin diagramlar çok aniq bo'lishi kerak. Albatta, jihlarida biz endi Germaniyada tuzish qo'yganlikka xavfniki. Ilmiy jihlar bizni maktab opirdi-ku. U yerda jiq odamlarni ko'ramiz. Har xil odamlarni qayerda presentation ko'ramiz. Leksiya berganlar. Har xil nachar ishlaydigan ko'ramiz. Qanday ba'zi qanday qildi? Mana shu betni qaranglar. Lat tekst to'shtirib biz u yerda o'qiymiz. O'qiyolmay qolamiz ba'zida. O'qish yoqmaydi u. Siz bu yerda jonli so'zlashingiz kerak. Bu haqiqat, nima? Bir mushtaq diagramlarni siz so'zlamaydigan narsalarni chiqaradigan narsa. Azroq tekstni o'qib qo'ysiz. In time o'yin narsalarni, lekin uzun jumlalar yozmaysiz. Bu bir narsa, buni insonlar tushunib qoladi. O'zal nega bo'lsa-ham ishlaydigan qoida. Andan keyin cho'nglikni diqqat qilsiz, belki chapterga chiqib olmaysiz, azroq odam qilish kerak. Bu unisini qo'y. Endi anong o'xshash kartonlarni ishlab qo'yishdan bo'ldi. Endi bu ba'zilar deydi, bu doktorlik o'qisa, bunday o'ylaydi. Doktorlik o'qidi deganga, siz kasbni bilsa, shuni yaxshi bilsa, ashtal deyishdi. Amalda bunday emas. Siz qancha o'qigan sira, siz o'qigan kasbniki ehtiyoji tufaylidan siz bir mo'j qo'shimcha narsalarni o'rganasiz. Endi bu qo'shimcha narsalar sizga butun hayotingizni asqatadigan narsalar. Masalan, men hozir magnetism tadqiqotini nanozarchilar. Buni men to'pashlikka ishlatmasligim mumkin. Qadadi u. Unutib ketishi mumkin hatto. Lekin ma'no o'xshash animation qilish, bu oddiy narsa amaliyotda. Mushtat rasm yasash, hamma o'zimiz yasamaymiz, mana diagramlarni hammasini o'zimiz yasamaymiz. Bularni o'rganamiz bir yoqdan. Chunki mushtat bir yaxshi presentation berish uchun siz o'rgansangiz bo'lmaydi, yaxshi layihamiz bo'lmaydi. Texnik kuchlar agar qo'ysangiz satmamdi, xatma olib shunday. Bu yer o kuchimiz cho'ng emas, kattalarda cho'ng ish. Hatto endi bu yer kuchimiz hatto kishilar neydi kuchaga nima ish qilmaydi uchun mendan emas kerakmaydi. Bu texnik bir axloqsizlikda bu. O'g'irlik bu. Ochiq oshkora o'g'irlik. Endi deydi shuna mendan ish qo'yish kerakdir. Hatto siz mushtaq rasmlarni ostida mendan ish qo'ysangiz xatlar menday shuncha ishni o'zi qilolmaydi deydi. Bunun ustiga xatni loyihasiga xatni loyihasi. Sizning ideyangizga tushishni atayın. Andan yerda nano zarishini tadqiqlab qo'shimcha so'zlab qo'yay. Biz nano zarishini bunday bir zarishini anda bir alayli materialning ichiga kapsul qilib kirgizib, buni muqimlashtirish. Mesela oturdik şöyle karşısına, ben dediğim o, küçük uçuyor, bana acım küçük. Mağ küçük, çoğunluğunda mukum oldu, lakin biz nano bilin küçüklerseniz, Allah fikrim diyorum, bir nanometre diye, 1 metre desek, milyardan biri 1 nanometre oldu. Aşağıda boşluk finansal tepkisi oldu. Kelgüsüde ait çoğun ehmiyeti var. Onu kim vaktimiz yetse deyiniz, bunu söylemeyiz. Adam fikrim valla ismi olsa bad verdi. Yani bu kişiliğinde bu mukum olmayı, bu mukum olmadı diyenge bunu işletemeyiz siz. Bunu kandak işletemeyiz, kandak mukumlaştırırız, bu mena kıyma. Bunu hazır müşteri ikinci bir materyalın içine kapsadan deyken, məlum bir təsir, əks təsirlər tüfəyli, bunu müşteri mukumlaştırırız. Bunu müşteri bu presentation deyəndə, sizniki qıvatdan temanız, yoki qilgan ishing, yoki dokladingiz, siz nima ish qilib buni qildingiz? Cho'qim birinchi betda siz shunga javob berishingiz kerak. Ham bu javobingiz nihoyat ochiq bo'lishi kerak. Qancha ochiq bo'lsa, kishilar sizni shuncha qayg'urda ham kishilar kirishalaydi, javob beradi. Bo'lmasa birinchi betda masalan uxlaydi kishilar. Nima uxlayapti deb bilaydi. Andan keyin bu bir deb qo'yganish. Andan keyin işte o'zingizning sxemalaringizni siz İşte hangisi özümüz kılsız bulanı, ifadelaysiz, bunun neyini müştah oldu, bunda belgilenişsiz, rağmen naik yaşta olmasınız olmaydı. Mayarıma cipsi de var iş yok, bunu neyini, diyagramlar. Yani niyaz dep koyduğunun, mayını layak enesini alacak, marka kendisi.
Mesela Afrika belgeler, mağara sansiktirlarını uçup göremezsin. Amal var, işte sansiktir alışıklığı diyagramı bolsa, amal da çok kullan. Çünkü profesörler neyini karaydı, onu şekle karamaydı. Ular sanık karaydı. Ular sanık karab, sizin mimikatınızı düşünüyordu. Ulardan inansan kirek emez. Mesela eğer 10'da 7 mi, 10'da 8 mi, onun karayı. 10 mu, 20 mi? Şunun karayı. Yani ular, bu köpünç profesörlerge yaşlı adamlar. Ne var? Közü tarzı inip kömeydi. Şu kaç yuvan mutlu şimdi. Bunun bir misal koyayım. 2018 var yani. Frankfurt'ta bir halklara magentizm içildi. Bunun bütün dünyanın hem yerinden adam geldi. Lekin bu çoğun yığımı başka. Biz doktorlar sözünde de, doktorlar sözünde, profesörler sözünde. Slovakya'nın, bu evet toplandı, lekin sizler sonradan geçtim olmayı var. Slovakya'nın bir profesör yaptı, maçta bir belki 20'de diyagramını yapmışlar, sıkı üstüde. 20'de. Biz neyini görmüyoruz onlardan? Sözler var, biz birbirimizin kararlar, Çünkü bir bit ötüp gider, onda otursun, ikinci var, gelişinden gider, gelişigim diyagramı. Allah, neyim sözler alttan böyle oturda açıyor. Bu maydı da koyuyor, şey yaman beter kurma. Az bulsun, saz bulsun diye işler işleş gerek, hem inik olacak. Kendisi de insan arabası şirketler işler basana, gruplar basana, eşeğin dikkat koyamam. İnik olsun da, kuşak şey okuyabilirsin. Okay, animation da koyalım da, bunu biz yenge vakitte PPT digerde, oyunda biz her xil hareketlerini çıkartıyoruz. Bir xil çıknas yenginde güllendireceğimiz backtick animationlarını koyarsınız, hareketlerini koyarsınız. Bu kız yaxşı emas bu. Ba'zida o kirib qolganlar yoqtirmaydi unda. Bu yoqlarni kulağın bir narsani tushirib, bir harfdan yuvib berib, Şu an aşağıya dikkat qilma. Belki muvaffaq bo'lsin da, nima muvaffaq bo'lsin. Cho'maytirgan narsadan cho'maytirib qo'ysin. Kichik turgan narsadan qo'ysin. Sınav bölümünde olmuş. Burada işte kınav. Bu katli bulmayın arkadaşlar. Şanlı o. Manu kardeşler, Manu bir Manu normalsın. Manu başka sistem işleyen bu aslında OpenOffice'deydi. OpenOffice sistemi işleyen bu neydi bu jumbochilikda Linux ishlatmaydi ishga. Hammada Windows bilan qolgan bu hukumat yaxshi. Biz qo'llash yaxshi. Chunki ularning sistemlari Windows, hammada sistem Windows bo'lsa, masalan 30 odam o'sha hammasi Windows bo'lsa, siz xatni email o'qiladigan bir program yasiz, bu hamma ishlaydi. Agar aytishimni qo'pab Linux bo'lsa, u program ishlamaydi anaqa. Chetda shuna har xil sistemlar ishlatib ishlaydi. Gerçi naik demokrat üretirsin şununculuk ihtiyaç anlamı. Biz meğerde şununculuk alaylı siyasetler tutmak ettikarımız yok da onlar işte. Yani bu bizim hatalarımız demez. Ama devlette hem şirket hem muhalif asistinde işte şunu bilir. Memnunluğa bakma. 3 yıl okap ben bir şeyde Linux diye sistemin bağlı bilmiyor mu? Çıkıp bizim ayağa. Yani köz içinde diyen şu var. Ügen yok buna yani. Bu şu an hazır müşnel işletimizde yani okurlamışsınız, derslerimizde körü almışsınız derece. Hatlar yazan hatlarını körü almışsınız. Biz çıkan bazı kögen ücretlerini körü almışsınız. Hep başka sistem işletimiz. İnifki o bazıları onu göremeydi. Yani bir yerde de koyduğuna mağdur alaylı püskürlüğünden çıkan manlı yanın çıktı, eşitiyor. Bu süre, biz sızgan süre demez. Alaylı püskürlüğü var, naik kıymet alaylı püskürlüğü var. Mağdur hesapta 5 milyon euroluk püskürlüğünden çıkan bir resim. Bu resimni çıkaranda özü çıkartıyordu, məlum şekilde, məlum tipte çıkartıyordu. Mesela ondan bir de biz koyduk, ondan çıkarıp koydum. Yani bu küçük eğer köşesiniz, normal adamın köremiyor. Ondan emin tutun, 5 tane emin tutun, hiç kim köremiyor. Sizden köre bakmanızda tutup bu. Şuna
Koşup neyege? Ben bunu yoğatıp, karıklıp, iniklıp, yoğantıp 10 nanometre neyege 5 nanometre yüzüp koyduğum. Bu ne mi? Maksat? Süret anda çıksın neyge? Bunu neyege kısalım olur? Bu ne böyle? Neyege süretle arlaşmışsın ayrılıp koyalım. Yani bu, bizim profesörler bu süretin şekillerini körge vakitte ölçem gider kızıkçı. Bu zaten karşı ölçem de tanınan süre. Çünkü bu intayın map küçükler birleşik etken olsun. Demek sorun işte bir başka süretten payından çıkınlarda işte özanların kelimeler. Şimdi inek olmuşsa bazı uçurlar. Siz inek kılıp koyun da. Anda bittik. Bu şu resim bazı bu inek kısalmandırsı. Bu üskün şuna da atmasın hakkında. Bu epey anlaşmalı bahane değil mi? Anda bittik buldu. İşin ketmeyi mi ama? İnek karışık direkt. Bu bir neyse. Bu mağnunun cıksız bir neyse yok. Mağnunun cıksız yok. Neye de şu müdaf bir formüllerden çıkıp koysanız da umumi formüller hani düşündüğü vakıfta. İki belki hizmet etmeyiz. Bu formüllerin özünü düşündürüşü. Bazılar bu formüllerin kandak kim çıktığını izleyip özü gibi bir işlik bağlı. Çünkü bundan yazdığınız profesörler bakıyordu o. A formüller, A kur nereden geldi? İkinci kur nereden geldi? Bu diyen nurgun nezriyeci alanlardan, nurgun emgeklerden çıkan neyse bu birden düşünüp bulamayısın. Siz uzağına çuvalacak mısınız? Yazıp koysanız, siz özünüz de şunu kalın. Şu an adli özünüz şunu arayınız şu an. Bu mu bir nokta? Yani en akıl kulasayız. Kulas yani cümle verirsiniz. Yani hıcam cümle verirsiniz. En mühim nesne. Şunu deriz. Yani en akılda bazı hayatı kurulur. Siz yeni bir bunda likseye bir mühim derse siz özünüz üçüncü şahs orada tuturup şu leksiyanızı küstüsüz. Bu leksiyanızda siz şu anmışlar belge vakitte kandak sorular gelişimi oluyor. Ulan kandak sorulan soruşum oluyor. Bunu pek oylamışsınız umayla. Bunu teyarlık, erkek teyarlık mağdur. Bunu oylaganda şu özünüz şahmat oynaganda özünüz şahmat oynaganda oylab çıkarsınız. Anladıyken ma'lum suala chiqib qolsa, agar u savolga sizning obiyam ko'rsatgan rasmlaringizda javob chiqmasa, qanday rasmda javob chiqdi, uni qo'shib qo'yasiz oxiriga. Uni ko'rsatmaysiz, savol so'ragandan keyin, buni men ko'rsatgan mavzuda mana ko'rsatib qo'yasiz. Oxiriga qo'shib qo'ysangiz bo'ldi, yoki ba'zilar ayrim PPT ishlaydi bunga. Qo'shimchalar, yoki appendix deymiz, o inglizcha qo'shimcha oxirgi narsa. Shunday qo'shib qo'ysiz, savol tushsa, ko'rsatsa, savol tushmasa, bu qilaveradi. Ko'rsatmaysiz-da, chunki tugaydi. Bo'ldi, bu endi leksiyada men buncha so'z endi yana birisi bu leksiya berish yana bir narsa. Bo'ldi. Hammada bo'ldi. Bizim professional bo'ldi-da, titrab yapalım mamlakat. O'sha onda ko'rsatgan bir kurs bor, titrab. Semiz adamlar pek çalmaydı. Seni çalmaydı. Beni çalmaydı. Şu, bunu mu? Gitildiğini oldu, bunu kıraktığını oldu. Hangi deseniz, ben hiç vaktinde şunca yaşayacağım bir balda yazdım. Yani baştan sokakta vakitte, bir sınıf faaliyetler kısa, Oy bunun aşçıydı, diplomaydı çıkması diye, aşı yürek diye ağzını tıkılır, tutunca can kamar, ya deyip aşı böyle, ormuktan ağzını tıketire yok ki yaman korkattım ya, aşı, geç çıkmamışça, ben direkt bir fırlattım da, kutu eşek çıksam ben çıkın düştü lan. Yani bu oduk koşu, bu ne? Yani küçük vaktimizden inisiyatifini unutmayın, manda vakitte ama çoğunlukla vakitte, Handa işte olduğundan bile o insan psikoloji alanında ben de yaşamışım mümkün. Bu özlük işemez ki bu ülkede. Yani birisi sualdan korkaysınız. Mesela tanışmışlar işine, məlum birisi ait, sizin acizatınız, tanışım olur. Bunu oylayısında şunu korkunç kırdı. Oklar. Aşı soraklas kanday kılan, kanday cevap veren, yüzüm güzel kılar. Buna oylayabilirsiniz, onun için streç başlıyor. Bu titırdınız diyenler, geplerimizden tutup kalırsınız. O tutup kalırsınız, bazı resmi kankıp kalırsınız. Değil yani, o yaman set işte ya. Şuna mı? Hiç kim kalmaydı. Lakin, bunun yenişten bir usul var.
Yani biz qanday bo'lmoqchi, shu xalqning oldida ochib so'z kelmagandan ko'p ketsiz keldi. Shu boshqa fursatlarni yoritolamiz universitet. Shu keyin qiynab bo'ldi. Ya'ni davom oldi so'zlar sonlar bu bir mashq bo'ldi. Yani bir hiylimide, hiylim emas, bu quduq soat bo'ladi, buni qanday yengimiz? Bu mo'yin savol. Bir nima ishlayman bir amal bu. Eg'ir nafas. Qancha eg'ir nafas olsangiz shuncha. Oshib burningizdan akirib, qo'saqni ko'p tursa, ro'z qanchalik akirasiz havoni bormi? Shunchalik akirasiz. Ana keyin azroq turing. Biroq chiqib chidalg'ich turingda, ana keyin qo'saqni siqqandan boshlab bir xil og'zingizdan chiqadi. Buni takrorlang. Vaqtimiz qanchalik uzun bo'lsa, shunchalik tayyorlang. Bo'liqqan holatimiz shu tinchlanadi. Chunki oksigen ko'p kirgandan keyin odamda u qanday deymiz? Nervini pasaytirish, tinchlantirish bo'ladi. Bu haqiqatan ishlaydigan. Ashta qildim. Abayim dedim-ku, 80 odam tanladi deganda men qo'shib ketdim. Voy. Men o'sha Beijingda 4 yil o'qib, men bir taqdirnomam bor. Uzun yillar natijasiz qoldirishdan yo'qmi? Tayyorlikdan olganda biz natija deganda u o'rta maktabda olgina bu taqdirnoma olsa, taqdirnomada qarmayolib ketadi. Endi tayyorlikdan oldi, lekin miyakil yo'qligida 4 yil yo'q. O maktabni 2 yil o'qib, ya'ni bizga u bek ular mukofotlar bilan ketmoqchi ular. Nemislar bek qisqa qo'ydi. Hadi tuyuqsiz shu, bulta yuqori shu. Yani bu hoş qo'yadi meni 80 aşı kuni natija chiqqanda, uni sizga bek cho'mper qilib tutdim dedi, ha, dedim. Chunki qo'shib o'tsan, endi ayt so'zlaysa yana dedi. Bu degani 300 daqiqadan oldi so'zlaydi. Bu musobaqadagi vaqtda u ma'lum faqat 80 doktor o'quvchi qilib so'zlagan. Ularni bilmayman, ular mendan tasavvur so'rayman, uni bilmayman. Shundan bek uduqmagan. Nima maqsad o'tganda? Oyada bilimda 300 odamdan 20 professor bilan. Ular mening ojizligimni har bir betdan bilalaydi deydi. Chunki ular professorlar, ularning 20-30 yilda nemislar ular biladi. Na qarab, mening gaplarimdan hatto ular shunchalik professor ekan ular. Mening davomdan gaplarimdan meni qayin yaxshi bilmaydigan bilalaydi ular. Anadaki elde eşeğini sorsalar. Okey, to'sab qo'yishcha. Ular endi o'zlarining professorligini isbotlab turish kerak emas. Ashta, haqiqatan ashta, ishemaysizlar, nima ashta qilmaydi. Bu shuni bilan bir qo'rqinch kirdi. Alloh naqani, bo'lmay so'zmayman dedi. Meni so'zlaydigan ikkinchi bo'lgan so'zni so'radi. Men yozib ketdim. Bunday so'zmayman. O tayyorlanib qo'ygan. Yaxshi so'zlar va yaxshi so'zni bu. Ya'ni so'zni aytsan, bir o'ylashib baqsan, umid qilib, sana bir o'ylashib baqib. Shuningdek, ular uyatini o'yildi. Qilaymi, qilmaymi. Voz kechib ketishmaydi. Vaqtdan 10 minut o'ylashdim. O'ylashib, o'ylasam, faqat keyin ish izlab qolsam, yoki doktor ashidib bir nimani izlab qolsam, professorlar meni to'nasi yaxshi ekanda, men aytgan so'zga deysizlar, bo'lib ketdi. Ishim asal tutdi. Hani buning uchun endi bu tarafni o'ylab, bo'pti. Yana bir tarafni qanday tasayyan desam, bu mashi so'zlaydigan kuni yanada o'qiq turibsizlar, yanada odam shundan chiqadi. Yanada o'qish bor odamcha. Endi bizning o'sha islom dinimiz bor. Alloh ajoyib ismlar bor. Shu dinimda o'yildim amal o'zimni qaytibchi. Doim qo'qsam bo'ldi. Nima qo'rqaman bu ishlarni? Biz aytmaydi o'yini qancha. Bundan sizlar qo'ysa nima bo'ladi? O'tib ketadi bu ishlar. Men bular uchun yashamayman. Men ketadigan odam. O'zimni kimga birni qilmayman. Bularni ikkinchi ko'maydi bu yerga. Boshqa o'ylab, ben o'ylamayman buni. Pek cho'mish qilolmayman. Buni kichik o'ylab, uni bir o'ydan psixikada nima qiladi? Hozir yer berib turadi. Yana bir tarafdan shu
amal var, bir narsa koydum yani sizga. Siz amal var, kişilerin ben sözler bakanasın, bildi de oyunu, bilmeydi de oyunu. Ulan işin tutmaydı da. Nasıl konular kendisi. Başta oylam da, bir xil ulanın kesbi başlıca, ben bu tecrübenin ne işle var? Bu üsküleni ne kurashtirayapman? Bu üsküleni qanday ishlaydi? Mendan boshqa hech kim professorim bilmaydi. Chunki haqiqatan bizning professorlar tajriba uchun ma'lum qanday qilsa demaydi. Ular ishxonasida o'tirdi. Biz chiqib natijani ochib, bunday bo'ldi deymizda. Uskuni kurashtirishni biz qilamiz. Ular faqat maslahatchi. Ashtonda shu uskuni meni uskuna tursa, men nima desam aqli bor. deb ashta o'zimni qayt qildim, qayt qilib onamga oxiri yurakni so'qishi azroq pasaydi. Abriyatni erimda pasayib qildim. Shundan keyin oldiga chiqib, chamni mashg'ul tushdi. Şimdi tutarda, lekin tishim qildi. Ovozim o'zgarib ketmadi ya. Ba'zi o'zgarib ketdi, ashta pek titrab ketdi. Ovozim o'zgardi. Chiqib ketdi. Chunki bir muallim bor. Muallim kelib sen haqiqatda bir pedagogik bo'lsam bo'ldi kerak. Men rasm fizikani jihnas bilmayman, lekin herhalde satalayım hozir. Yağanni bilan satalayım. Hani bu bir narsa. Endi buni men o'shancha so'zlay, bakchiq so'zlab mayli. Birdan bir ketibdi bir yerga. Endi keyingisi o'taylikmi? Selishtirma, bu g'ayvatga. Bu qanday g'ayvat? Bu nima? Men hozir bir narsa so'zlayman. Buni meni bu so'zlarimni men millatchilar oldim. Ben bunu haqiqiy bir muallifshunoslik nuqtasidan deyman. Chunki men bu yerda ob'ektivlik dedi. Men muallif bo'layotganim 3 yil bo'ldi. Chunki kirmagan o'zini o'qisangiz hech qachon dars olmaysiz. Siz faqat tajriba qilsangiz, nima muallimingiz bilan har turli ko'rishib, ilgirlashlar to'g'risida so'zlaysiz. Lekin sizning hamon vazifangiz bo'ldi. Agar universitetda doktorlik o'qisangiz, cho'qim siz magistr o'quvchilarga dars berasiz. Tecrübe esprisi birincisi. Bizler diğer tecrübe sınavı var, fizikte okuyanlarda da tecrübe sınavı da, tecrübe işleyse çıksa, doktorat yasa bitti. İşte ne sınav var? Çıkmanak kısla var. Şimdi o kısla var. Bilir misin? Hani ne işte yetekçi, ne yetekçi aşağı okuslar yetekçi. Yani benim yürümek yaşta çünkü bizim bu programlar, benim sağlıklaştırmaya nokta biz dünyanın hem yerine geldik. Biz 25 baldık, 25 balın iken de Hindistanlıklardan, Cungo'dan çıkarırken da böyle xeyli var çetelikler. Ondek baldık. Yani çok böyle. Tabii de Allah'ın nüfusu. Endi bular bu Hanzar'dan Hindistanlıklardan Aliyeme'de ikinci başlap yani bizden keyin nisbatni sal o'zgartirdi. Her devletlerin var. Hatta şu Kavkaz'daki Ermenilerden geldi. Orta Amerika'daki Honduras diye devletlerin geldi. Küçük devletler var. Bunların muallim buldum şimdi ama bunların meşgul dersi birime, başka öğretmenden yani tecrübe dersi birime, yeni öğretmen. Bunda var ki bu okuyucularınızın seviyesini bilirsiniz. Çünkü oldukça çıkırsız yani işlerle. Bunlar karar, bunların seviyesini bilirsiniz. Yani bunlarda müştürüşçülük ceryanında ben xeyli küzetlimci. Çetelikler qanday, başqa davlatlarning ma'rif qanday. Yani ben başqa davlatlar to'g'risida jip so'zligim yo'q. O'sha Xitoylar to'g'risida so'zlayman. Chunki eng jiqiyan shularda. Endi ham selishtirishni oson. Chunki ularning mayli ma'rifini qanday qilishini yaxshi bilaman. Lekin men o'rta maktab ma'rifim bunday ma'rif emas. Biz hech qachon Mo'ng'ul Kiranayining 4-chi o'rta maktabda tartib topshiriqga yo'q dedi. Qancha kitoblar olsa, shuncha kitoblar o'zim bilan. Bunda men ham kitob o'qidim. Har xil kitoblarni o'qidim. Ana lekin shanba o'zimizdan. Shanba berib yana dars o'qiydigan ishimiz yo'q. Bu bizga qanday mumkinchilik yaratib berganimiz. Agar bir narsaga qiziqsa, qiziqadigan narsamizni qila oladigan bir vaqt sharoitini ta'minlab bergan. Men nima qiziqam, men oldin aytganimdek 7-sinf vaqtimda radio yozgan, ijroatni kontrol qilgan narsani yozgan. O'zimizning qiziqishidan, ba'zi muallimlarning yordam qilishidan bo'lgan narsa. Chunki u qiziqishni o'zimiz yetkazib,
Bu haqiqiy qiziqlik. Men fizikaga hozirmi haqiqiy qiziqman fizikaga. Hargiz bu jonga tushishni o'rganganman fizikaga. Qiziqman, yaxshi ko'raman. Shuni u remontchilik qilib, xatlarning buzilib qolgan narsani o'ngshab juda albatta. Axsiz-ku. Rahmat lazım o'ngshaymiz deb qo'yibsan. Rahmat lazım o'ngshab qo'yapti. Shu endi bundan bu meni nima bilan ta'minlagan desangiz, amaliyot asos bilan ta'minlaganda. Chunki men multimetrni qanday ishlatishni bilaman, to'pni qanday o'lchaydi uni bilaman. Bu kitobiy bilim emas. Bu yenimizniki bilan amaliy bilimda. Ya'ni men bir narsa qila olaman, dog'manni o'ngshab tuta olaman. Bunda tutmayman, dog'manni bunda tuta olaman-da. Cho'k tutqanday tuta olaman. Uning texnik kerak. Dog'manni qanday qo'shini qanday eritisiz, qanday payatlaysiz. Buni bir bilim emas. Ularni o'sha to'g'ri to'g'ri qilib, hatta ko'zlarimda yosh chiqadi degan ekanimda qo'shini hech chiqmas emasmi? Yomon narsa. Ayol bilmaydi. Shuniki asham qilgan. Ana uye miyakib o'qiganda abiyandan nazariya darslari shundoq tushib ketdiki, işte kayfiyatimiz shundan tushib ketdi. Shuniki lekin ana fizik o'qigandan keyin bizning tajriba darsimiz bor. Birinchi yil o'qiymiz. Tajriba darsi kirdi. Birinchi o'qishdi. Cho'qim. Ashu mendan boshlab 40 ta bolalar qo'laymiz. Hamimiz holat topamiz. Birinchi o'qishdi. Shu chog'da bir hiç olmadan ameliyatından noçoğda üzen şeyin bir şu ruhlandırıp жүрген. Endi mao sattarlar tiler berkes bu ular bundan fırsat yok. Ular qanday chididi xudan o'zi biladi. Ama Şemstar Kalan bizle IBM işleydi hozir. Bu kompüter rokada bunu shunday qiynaldi-da. Chunki buni ta'riflar asosida aytdi. Kompüter blok programmada chiqib qiladi. Yo'qsa bizga o'xshash tajriba qilmaydi. Tajriba degan bu amaliy narsa. Bilmam kurashtirish. Qanzani bilsa, ularning ota-onasi bular ish qilmaydi. Hech qachon ish qilmaydi bular. Bolam shu güzel. İnsan güzel. Tutumunu mecbur koyar, hayvanını mecbur koyar. Sen güzel. Oldu. Aşırı. Demek bularınki nazariya asas yaxshi bo'lgan bilan amaliyot yo'l bo'lib ketganda. Amaliy ish qilmaydi. Hatto biz ishlasama, meni dadam endi biz yezada ishlab qoldik. Belki bir ishlarni haqlab o'tib ketmaymiz. Masalan, biz qo'riqlarimiz bo'lgan tamni o'zimiz to'qatdik. Hatto ham kesaklarni o'zimiz qilardik. Kesaklarni qilib, uni pishirib degan anadaki chak bostirib bechonalarimiz yo'qda. Bechonaning Xitoyga qo'yib, bunda tam ayolni tam. Tamlardan ko'rsak, bu tamqa vaqtda tuzligiga tekshirib diqqat qilsa bo'lmaydi. U gorizontal bo'lishi kerak. Bunda tamlarda qo'shilmasin bo'lmaydi. O'yinchida. Tuz qilish uchun pitirpaslab bir uskunamiz bor. Bu pitirpas deymiz. Chetdan kelgan so'zlar bor, lekin pitirpas deymiz. Bunda smart technology var. Ne? Horizontal olanda xuddi turib o'sha. Bilisizlar, ha? Qeyronlar bizlar. Bu aqday bolalar mashina bilmaydan asma. Shu bir qaytam ashta endi g'aybat kilaydi rasmiy. Bolalarni g'aybatini qilgan, bu bolalar sizlar bu umronlarni Xudoyim o'zi ko'maysizlar, ham amalga ko'manglar. Chunki men bak to'yib ketgan. Qo'qon tazablarni. Bu bala o'quvchim bo'lib kirdi-ku. Men ular yetakchisi, doktor yetakchisi. Temini professor bo'ldi. Lekin men ashar tajriba tushkida qanday ishlatishni mavjud Allah. Professor o'rgatmaydi. Ular jiklab hey, ma'niya, bundan qilsa, yezib ol. Yezib olmay, men bilmadim deb aytishni o'zitish-ku. Yezib ol deydi. Mana qanday yezib ol desammi, bugün yana chiqib beraman. Xato qildi, men tushungaysam degandim bunda qilmadim. Kerakmaydi desangiz deyapsizda, chunki men buni bir qatim ko'rsatib qo'yib tashlab qo'ymayman. Birinchi qatim tushundirman, men bunda uskuna deyman. Bunda qilsa deyman. Ikkinchi qatim yana qilaman. Men qilaman. Uchinchi qatim sen qilma, qarab turman deyman. Qarab turman, u qiladi. Shundan keyin ideyamga o'ssa, u egilgan bo'lsa beraman. Lekin ashta tutsam yana xato qiladi. Chunki bular ashta unda turmush tajribasi bo'lmag'achqa, bu tajribada dehshat ishonadi bular. Men shu vaqtgacha bir tajriba yaxshi, Jungoni o'quvchini ko'rib topdim. Mayli doktor o'quvchi bo'lsa,
mayli doktor ashtir bo'lsin. Endi mayli g'ayratdan birinchisi başlasa, birinchi o'quvchim herhalde yaxshi. U o'z qo'q qilaman dedi. Azroq chataqchilik, azroq konstruksiya, yurak shonab chiqadi. Onu qanaqa deydi. Shuni tushunadi. Tal qiladi, mayli ha. Ashtar kutadi, yonimiz kutadi, keyin Gollandiya Delft degan universitetda doktor o'qib ketdi. Keyin yana bir o'quvchimiz keldi. U ashada hamma fanlarda 3 mavsumda 100 olgan ekanlar. Voy, mushtar qaraq, bor. Albatta ko'zoynagi bor. Ko'zoynak desam, bizdagi ko'zoynaklar bek kitob o'qiyotgan bolalar. Bularda hammasi taqaydilar. 100 gradusda bu juda rostlaşdan ki ben 160'dan durumu qarab bu amma bizga yamanca chiqadi. Qo'yi xizmat desam bu. Chunki bir betim qilgan ishi hatto shunchalik qimmatli uskunamiz bor. Al bisim o'zgarganda diqqat qilsa desam bu diqqat qilaverib, bu mistaqning ustida bir kobalt deymiz, bir metal buldu, çalıştırdı. Siz ani argon bilen atmanda o kobaltın atomları başka evreşken olmakta. Hani bir yerde bizim okumda, bizim tüyüsüz özgelse, materyalın tüyüge mızkiyet geldiğini bildirdi değil mi? Uçak topçutsuz, banlaştırabilirsiniz. Bu mesela şans yapar. O kadar başka işittiği, evreşken yasa verirken, bence evreşken 80, 90, 100 evreşken yasa verirken keyin shundoq tekshirsa, bunun ichidan biz chiqqanmiz. Chiqmaslik kerak emas. Shundan keyin to'g'ri chiqmas chiqadi. Mayli. Dersa, yakuzitibsa, bisim o'zgardi bu qardim bo'l. Ben sana degan bo'l. 100 qitim degan bo'l. Bisim qaraysa degan bo'l. Sen nima? Ularni ya urg'ilmaydi-da. Chunki sizlar men xato qildim demaydi. Unda o'z ura olasizlar. İçip oturup da ne yapıyorsun? O icra edip kana vuruldu da. Bu neydi de? Çakşak devam ben bir yerden vursa falan tutup gidiyor. Yani ama açılmaz kildi o. Daha açılmaz kildi o. Demiş ki oyulmadı ama şunca uzun evde birazını tekşirmedi ama demiş ki kulaklık tekşirmedi. Ki kadar bilirsin bunu bassam bu suvar kılınır diye kalan tatlısı ya. Ötki ketibga onu chiqaramay 3 kun elishib chiqarish uchun. Elishib kuch bilan chiqadi. Qattiq bo'lmaydi. Shunchalik suvarkilib ketibdi, erta olib. U bir ashta bir jarayon bo'lgan ekan, uni endi bir tushundirmayman. Shunchalik bir axlat bo'ldi, buni ashta qo'ygan tozlabmi. 6 kundan keyin aran uskuna asli qaytadi bu. Tas qapti va uskuna bir qancha. Unga 5000 yevro tushsa, 5000 yevroga biz o'qimizda hozir qilsin usulda ashta baraq. Aslında emas, bu 5000 yevroga siz 7-8 yil tutan mashina olasiz. Bunda yengil bir mashina olasiz. 5000 yevro degan yigirma. Shu, hani bunun yana bir hikoyasi bor. Bu eng yaxshi o'quvchim deb aytmayman. Bunun yana bir tajribasi boshqa qo'shni institutda. Bu yerda onay bir kunni qiladi. Buni 3-4 qitim tushuntirib o'tibdi. Bu qanday qilibdi? Illik İmkan dörtlerce bir işini kılıp, kıyılıp bir kanı çıkarttı. Şundan bunu kanat buldu, bu tecrübenin kolay. Olanın kaidesi. Şunun ki, şunu açık ki o enstitü tükülen, şu İslam'ın şu okuvacılar. Bizim de ma okuvacı diyor, İslam'ın enstitü ama ma evet bey adamım var, bizim bunlar ağırcılık çıkıp verdi. Yani bunun hani makalesi şu olan ki, yine evet kaydını bilgen de. O kaydını görüş gerekli çünkü hatalık çıkaran kullanın kaidesi. Başta qanday o'rgangan bo'lsa, 3 qitim o'rgangan bo'lsa, yana 3 qitim o'rganish. Bu yana 3 qitim o'rganib turma. Yana o'xshash xatolarni chiqarib demaysizlar. Mangulik qo'llanib ko'radi. Rasmi ochda chiqadi. Ma o'quvchi, ma tajribaxonga mangu kirmaydi deb chiqaryapti. Asan gapmi bu? Endi yana bir o'quvchining gapida uni qiqas. Uni hani boshqa bir ishida yo'q. Uni qarashini bilmayman, lekin institutda biz har
her hafta bir jurnalistimiz texnik kitaplar tayyorlashda bo'ladi. Bu qanaqada ishxona o'tirma, bu mayaqdagi bek yurtni sig'ib ketganmi, o'qimaymiz. O'sha peer-to-peer'ning payida bek bir programmani ko'rganda o'xtaydi. Bu peer-to-peer degan P2P deymizmi? Shu zamonlarda ishongan ekanmiz. Bu cheklangan Germaniyada. Qattiq cheklangan narsa. Siz ishlatdingiz, sizning to'g'ringizni topib yutadi. Allah to'g'ri qilmabmi deb to'g'rinami yozgandan keyin qayta ichib kirdi. Bu bola o'xshash xatolardan chiqib ketdi degan. Ikkinchi qilingan sen o'tgan degan tip bo'lgansiz. Nima ish qilgan ishlatsa desa, bu nima deydi? Boshqa detal ishlatgan. Qalisini ko'ramanmi? Boshqa detal ishlatsa, ya'ni peer-to-peer o'xshash protokol. Kasımda şu yani bir çapan giygenine geçti ama yani şu adam korkan iş olsa yani bunun eşedi işleri var. Bunu behtepsin demek vakit bekliyor da bu tür çürüşün pişkirin çıkartıyor. Okşayış hatalı çıkıyor. O tür çürüş herkesin kelse bizni hiç kadar bu Müslüman 500 euro tutup alır. Bu pultusu neyine? İnstitutumuzdan abroyu çıkıyor da üniversiteden. Bunlar daim çatak çıkılan hikaye. Onun için bu Germanya'da Adem hayatı diyen dehşetler verildi. Bek boyun, üskünü meyli, Adem sapkasın dedi. Neye uçmaydı? Adem çıkmaz. Kesmeyli, meyli bu. Kesmeyli, bir Adem gibi kesmeyli. Bir hatta diyen kat mukat sınavlar dedi. Bir hatta tecrübanda masın odayı bulması gerek. Asın odayı bulması gerek. Ma kiz eğer bulması gerek. Yani kattık yaman tekstil. Anda o tücüş geldikken məxsus üniversitede adam keldi bizga. Nima shunday ish chiqdi? Biz tushunamiz. Anki ketida. Shushqetin chiqqandan keyin bizga ogohlantirishdi. Nima bor? Amaliyot bo'lib ketmagan. Faqat naqriyat ichini olib o'xshash shushqetin o'yladi. Yana aşı bola eşit bitirib ketdi. Yana aşı bola amasdan doktorluk o'qiydi. Endi bularni o'quvchilarni bitim tugaymadi. Yaqinda bir doktor açtı keldi, kıcıdaş demiş var. Doktor açtı var. Bu neymiş çıktı? Bunun hani temiz başlığı. Bu altını bir nesli yalatmak istiyor. Bu materyal çok elastik olmuş. Hemen ettim, doğru materyallar. Bu kandak elastik birincisi keldi qog'oz. Altını qog'oz yaptı. Bunun qanchalik kirklik ekanligini men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Altını qog'oz. Qog'ozga nima u? Altında o mo'yn emas, ya'ni u narsa mo'yn emas. Uni naqsdi aslida. Altın yaratganda uni silliq darajasi deymiz. Silliq darajasini biz nanometr darajasida o'lchaymiz. U mikrometr darajasida kelsa biz undan materialni ishlatmaymiz. Chunki bizning uskunlar intayin sezgi biz nanometr darajasida qilganda, hatto nanometrning tuban darajadagi silliq bo'lgan, shu 100 deymiz, ama surface deymiz, 100 deymiz. Aşağıda nesneler öğretip başımız gerekiyor. Qog'oz yapan nesneler var. Onun ki talalarını siz o adetki mikroskoptan görələksiniz. O da lopeynekten görün onu qog'ozdagi talanı. Bunun sılıqını eğer bizim ölçümüz bilan desek, bu nanometr emas, millimetr ölçümü olacak. Demek intayin dötlerce qınanğan bir tecrübe. Yani bu kim qildi? Şu doktor aşık qildi. Yani bu cümlede nemi geldi biz bunu okumayız. Şunu dedi, bu kaptonda bir narsa başını işitse, qog'oz mı işitmedi? Bizim o tılımı da bende, o doktor açtı bu ki bizim edep duamız da. Bu olmaydı, böyle külüp böyle çok. Altını yalatsanız çok, sapsıyır kan oldu. Anın ki sılıkları için intayin tüyeme başka qog'oz. Bu yalatkan kanal kaptı, karayanda kaptı var. Burada bir tane qanchalik darajadagi narsa var. Bo'lmaydi da. Endi xulosasiga kelaylik. Mana bu ma'rifatniki nimasi? Mag'lubiyati. Albatta buning ortiqchiligi bor, nolni qilmayman. Bu ma'rifatning ortiqchiligi nima desangiz, sizni herhalde kirishgan bo'ladi. Yana birisi matematiklar asoslarimizni yaxshi qiladi. Chunki mashqni ko'p qilasiz.
Mesela bu Nemslan'ı deyiniz, ben cık Nemis okusam görgen, çünkü buranın magistrlik okuqda biz o'qishlar binasi turibdi, o o'qishlar binasi neydikidak, biyologiyaliklar bir yoqda, ximiyaliklar bir yoqda, qilmaydi. Hamma odam o'zini ayirib turdi. Bu bir kayıtımızda her xil kasblar bor. Yani ba'zida nemis bolalar mendan matematik savollarni so'raydi. Men qanday chiqqan endi? Yani bundan qarab biladimda ularning matematik asosini qanchalik ekanligini. Onun üstüne ne 2 saat için nemisçi bir okuyor. Ularning matematik asosini aytadi. Çünkü ular maksatli bo'lib nashni malada qilmaydi. Masalan, ular herkes neden merkezlerde Moşta kılıktaki nashlarni ishlamay hech qachon. Bizmi shunday? Men o'qiganlarmi shunday? Biz hech qachon ular so'rgan ishlamagan. Endi bular ma'lum iqtidorni yetildirgan bular to'g'ri. Lekin yana muhim narsani juda ekan. Endi chunki uni ahvolini qarab birlashishimiz bu aman yo'qdan bo'lmayotgan hodisalar deb o'ylayman. Chunki bularni feodallik najrisi bekishib, necha majlis feodallik narsa bularda intan nima amaldorlikqa erishishning yo'li. Ko'chitadi va to'g'ri talab ustidan o'qimaydi. Ashta intamizda intam amaldor bo'ldi. Hozirgacha bu dehqonlarning qalbida bor. Bolam amaldor. Olim bunda demaydi. Amaldor bo'ldi. Bu xatarda shunday o'qigan narsani haqiqiy o'qimaydi. Mesela asal unutib qoldi. Mesela ben imtihondan nachar natija oldim. Mesela 70 oldim. Ular 100 oldi. Men 45 yil unutmayman. Bunday narsa o'rgangan to'q bizda yurmaydi. Ha? Ishlatdim men chunki shu o'rgangan narsalarda. Ular qanday qildi? Bo'ldi, imtihon o'tib qoldi. Yo'q. O'qizim keldi ashta qancha bo'lsa. Shunda asos yaxshi bo'lmasa. Men qanday qildi deb. Bu o'rgangan bo'ldi bular. Ism yo'qmi deb so'rab qo'ymagan. Bu oddiy narsa bor. Biz burun degan qo'yishib. Bu to'g'ri baranimizda. Shu halda bizning markamiz, ayni vaqtdagi markamiz yaxshi qanday haqiqiy kasbchi odamlar keldi, lekin erkinlik bagi ko'p bo'lg'achqa kitob ta'tilda kitob o'qigan, o'ynagan bo'lib ketganda. Shu yaxshi odamlar chiqqan. Masalan, erkinlik deymiz, shularning bir natijasi bor. Shu markning natijasi bor erkinlik. Nima qiladi? Haqiqiy o'z kasbini suydi hozirgacha NASA'da Jilaq mukofoti degan ilib yuribdi. Endi shu umumiy jihatdan sal to'g'ri bo'lib qoldi. Umumiy jihatdan. Chunki bolalar hammasiga qattiq talab qo'yilmaydi. Bolalar ota-onalarmi bolaning ko'zi kirib olmaydi. Sen chiqmanda o'qimaysan, sen chiqmanda o'qimaysan. Endi hozir biz bularni do'rab ketamiz. Bu sal echinish. Ana hozir deganimdek, men nazariya mayda asosan nachar bo'lgan bilan ameliyat yaxshi qildim men. Hozirgacha 6 yilda mesela xabarlar yomon deydi-ku. Falanchi poyezd stansiyasi 10 yillik hodissiz rekord yaratdi. Davomli olib turibmiz-ku. Endi ashi bo'yicha deb qo'ysam bo'ladimi? 6 yil mana hech qanday hodisa yuz bermagan qilgan tajriba. Hodisa yuz beraydigan vaqt bo'lgan, lekin oldini oldi. Darrov bayqab qoldi, qo'y xato qildi. Darrov yaman tezlikda olishlar. Hozir uni cho'nchada. Çünkü biz bazı xatar narsalardan bilishimiz, yuqori besim var, 20 volt, 30 voltlarda ishlaydigan uskunalar bor. Ama lekin u suv bor, uni yengil tutadigan yuqori besim. Ba'zida ustininki to'kilishada ushbu kelsa, al sizga o'tib ketadi besimchi. Lekin u bexatar tadbirlar yaxshi qo'limizda. Butun uni avtomatik qilib etamiz. Bir xatar chiqsa, sistem o'zida o'chiradigan Endi sizlarga bir yakuni demoqchi emas. Men ko'rgan bilganlarimni dedim sizlarga. Yakuni o'zimga chiqarib olsin. Endi sizlar muallim bo'lsizlar, men bilsam ko'pincha men Xudoyim Usmonovni endi bilib qo'yaman ishlarni. Nima mo'yini? Bu bolaning qiziqchonligi, kasbchonligi mo'yinmi yo uningki bir ashta do'xli o'tiblar. Nima deydi bular? Bularning bir bor. Bundan qilib qo'ysak bo'ldi-ku deydi. Qachon yo'q. Yomon deydi-ku. Haqiqiy ishchidan chiqarib qo'yish kerak. Shu bo'lmasa qilmaslik kerak. Nima qilasiz unda o'zingizning ishni?
Endi ba'zilar deydi, mush Uyg'urlar dehshat bo'rin. Buni vaqtni biz chiqolmaymiz. Ular o'rin ko'ramiz hali. Lekin biz Italiyalarga, Ispaniyalarga borsak, ular bizga o'xshashgan bo'laysiz. Uyalmashdi. Ispanlar degan biz ishlash uchun olmaymiz, biz yashash uchun ishlaymiz. Endi ular gaplar. Kirmalıqlar ishlash uchun yashaydi. Ya work to live, live to work da aşağıdayız. Yani yaşaş için işlerdi yani da yok yani. İşleş için yaşaydı diye yapacağım. Yani insan işleş için yaşaydı. Ama biz fakat yaşaş için işler koymayız. Çünkü kullanma mesela buna misal alsa İtalya'da mı mesela? Aile kaçına ait kişilikçi var. Mesela gel dinle şunda jokunuz kanmalanmasını tüzük. Şem yakşam buldu mu? İtalya Üniversitesi'nde okusan hemisi Atanlı Üniversitesi'nde de. Atanısılar öküzü şem yakşam yapacak. Demeyiciler gelse çok mu atanısılar öküzü? Köpün sistemi. Peki ma yokunca okuşaş nemisler? Şem yakşam kesimi atanısıyla bulamayın. Ay cicil bir koyayım. Ha kadar ki okumayın da. Ular nemislarning men ko'rganlarimda hayron qoldim. Bu atanasini sevmamdi dediğinde. Yani bular xatolar emas. Ularning jamiyat shundoq, ularning sanoati ashlab bo'lib ketgan, ishlar ashlab bo'lib ketganda, ishlaydi bularchi. Haqiqatan tirishchan xalqchi. Ishni tujublab qildi, inchik qildi, berilib qildi, lekin shunaqa huzurni ishlasa bo'ldi. Mencha endi bilmaydi emas. Bizdan pek chiqarmaydi. Men Uyg'ur o'quvchilarni talab Uyg'ur o'qiyman. Ürümçide o'qiyotganda tayyorligimiz ayda o'qigan, Ürümçi pedagogik universitetida. Shunda aşık ko'tardan kelgan nurg'un bolalar biladi. Endi bizda u yerda texnik to'g'ri bolalar o'chiratdi-ku. Qancha o'chiratadi? 10 o'chiratdi. 10 o'chiratdi, chiroqni. Endi bolalar kitob o'qish uchun ko'chirib chiqib, ko'chining eng ayarki chiroqni bir joyda o'qitdi. Bu chiroqni hozirda ko'rgan emas, texnik suv chiroqlari, orallar birodarni ko'rdim. Başında kitap okuyup topladı. Ettiğini seyirdi tutar. Bizim satarlar işte bıraktı. Sen kulağın öyle. Neyse yıkıda bırak. Ettiğin turup saat 5'lerde tiksiyatla ettiğim bu tırışlar okumayın yine. Bizim işte bağlarımız bağlı. Hemimiz oranla. Onu kadar Uygur'da oranımız doğru olan da bu dünya kömeğinden aşıyor. Dünya Hristiyan demek. Bizim Uygur ziyaretlerinde var, nurgun ziyaretlerimiz için. Mehmet Esnaf için var. Mesela bizim oturmayda okutmanda, şu hazır Merkez Millet Üniversitesi, Abdurrahim Kubat Teklamankan'ın diye yazmışımız, bizdeki Ebgâlı bir eser yazmış. Biz bunu şunçide kırıp ettiğinde. Çünkü biz dünyanın görmegen. Biz Uygur ne? Biz Uygur ne? Şu adamın kalına asıp görüp, biz ne diyen açar hayatta, memişine oynadık. Yani bu adamdaki yazımına hata demeyin. Bu nurgun hakikaten yaxshi misollar, to'g'ri misollar, bu ko'rsash kerak. Lekin keyin bir moda bo'lib ketdi bu shu millatlar, so'kidalar. Birar ikki qitim chiqsa bo'ldi deb davom chiqaveradi. Hozir chiqadi-chi bu narsa. Endi deydigan shu, bizning nima bu narsalar chiqsa biz ham chetlarga chiqib yoshab kelgan yozuvchilarimiz shu. Masalan, avtomobillar chiqqan. Bu yaşa kelmedi. Sayaçı bulup körük geldi. Ebedullah İbrahim çıktı. Germanya'ya çıktı. Kipli bir kitap yazdı. Germanya Germanya. İşte o nokta. Sayaçı olan nezerli yazdı. Köydü. Köydü muştak geldi. Yani ben bunun farkında yapıyorum. Köyden yaxşı. Lekin hakiki bir onu münazırı derisi götürme. Onu bir ideya derisi götürme deseniz bu yerda yoshishimiz kerak. Buni bir misol keltiray, baxtchilik misollarim bor, bir misol deyman. Men eng bolanda bu nemis degan nima degan adab bu yo'lda o'tsa, to'lmag'ayda odamlar hello, hi deydi. Yotoqlarda hech to'lmaganlarni ko'rishdimi? Ishga do'qishib qoldi, sizga yo'l berdi, hi deydi, sizni hi deb kiritsa. Maşinlar yo'lda o'tay deb qolsangiz 5 kun bir yerda asla to'xtab turdi.
Ütüvan deydi. Sen ütüvan, sen ütüvan. Ulan emirge edip Allah. Bu emirge sosyalizm kim bu?